Kasallik yo'q bu. Просто diagnostika ko'radi. Qinni ko'radi, qinni. Bu yerda Janubiy Koreyaning Alpinion nomli kompaniyasining UZI apparatlari qo'yilgan. Bu UZI apparatlar ikki xil segmentda chiqadi. Ekub segment va Xkub segment. Ekublari eski avlod, Xkublar yangi avlod. Bularning farqi, asosiy farqi Xkublar eskiroq texnologiyada ishlab chiqarilgan. Xkublarda esa yangicha dizayn va sun'iy intellektlari bor. Va qo'shimcha funksiyalar ham ko'proq bunda. Anchayin kuchli chiqarilgan. Ekublar hozir bizda byudjetli variant hisoblanadi. Anchayin arzon, ammo ishlatishga juda qulay. Ginekologiya sohasida tavsiya beriladi bularni xarid qilish. Yangi boshlayotgan klinikalarga ayni bob tavsiya. Bularda asosiy afzalligi sun'iy intellekt bo'lib, sun'iy intellekt orqali bular follikulalarni va chaqaloq biometriyasini, bundan tashqari nijniy polovoy venani avtomatik tasvirga olinishi bilan, tekshirilishi bilan natijalarni ekranga chiqarib beradi, monitorga. Bunda ortiqcha knopkalarni, tugmalarni bosib, natijalarni kirgizib, hisoblab o'tirmaydi shifokor. Natijalar o'zi avtomatik chiqadi. Bu shifokor uchun vaqtni tejashga va boshqa jihatlardan ham ancha qulaylik beradi. Mana bularda klaviatura o'zida berilgan bo'lsa, keyingi modellarda tagidan chiqadi. Bu ham bir qulaylik. Ergonomika jihatdan hammasi boshqa kompaniyalar o'zlariga nisbatan qulay, oson ishlatish uchun yaxshi chiqarilgan. Tez, oson ishlay oladi, ko'zga ko'rinarli. Bularda ham tagidan chiqadi klaviatura, podsvetkalari bor. Bular hozir yuqori klassdagi UZI apparatlari. Bulardan boshqa eksport klasslari ham bor, premium klasslar. Ularda fibroskan funksiyalari bo'ladi. Elastografiyadan tashqari fibroskan jigar to'qimalarining yumshoq qattiqligini, fibrozlarini ko'rsatib beradi. Tagida portlari bularda 4 tadan bo'ladi. Yuqori klasslarda, eksport klasslarda 5 tadan bo'ladi. Ya'ni bir vaqt o'zida 5 ta datchikni ulab ishlatsa bo'ladi. Monitorlarda farq bo'ladi. Ularda diagonal nisbatan kattaroq bo'ladi va funksiyalar ko'proq bo'ladi. Narx ham shunga nisbatan o'zgarib boradi ularda.